Yordam. Voy. Nima bo'lyapti? Yarim kechasi kim baqirya? Yordam. Voy, falakat, telefonim qani edi? Kim shu maqalda? Jidelmi? Yo'q, Jidel. Fakir yordam ber. Nima yordam beraman? Uxlasang bo'lmaydi, nima bo'lyapti? Qaranchi, tovonda bilasa yurib qitir-qitirda tinchi bermayapti. Kimdir gapir, bilasalar deyapti, o'tirayapti. Sen Jidel uqsirayapsan, Jidel. Yo, divaningga, bo'ldi, uqsirama endi. Nima qarayapsan? Qarachi uqsirama, bo'ldi, yot, bu hammasi tush. Shunday deb o'ylaysanmi? Ha, albatta bu tush. Rahmat bo'pti Fakir. Chiqqaning uchun uxlayver. Ha, xo'p. Sen ham uxlagin, bunaqa kech payt baqirmasdan. Uxlash kerak edi boru. Yo, uyqum ochilib ketdi, men telefonimni tashlab qo'yamiz. Uxlab turdim rostdan. Yo'q, hammaga salom bolalar, men sizlar bilan Fakir. Meni yangi videoyimga xush kelibsizlar do'stlar. Yangi video olyapman kanalga. Video boshlanmoqdan oldin kanalga like va obuna bosib qo'yinglar. Unda biz videoni boshladik do'stlar. Hozir shunchaki poliz tozalayman. Mayli. Mana do'stlar, qarachi telefon. Do'stlar, kech payt eslasalaring telefonimni mana bu yerga tashlab qo'ydim menimcha. Yo'q, nimalar bo'lib ketyapti? Bet qo'lim yuvib chiqib, poliz tozalash kerak edi. Xullas, nima bo'lsa ham polizni birinchi o'rinda tozalashimiz kerak. Keyin non elab bordi, qorni juda ham och, pul ham yo'q. Oylik qachon tushadi desam, ya'ni 2-3 kundan keyin tushadi deyapti. Nima qilamiz endi? Sabr qilamiz, sabzi yeb turamiz, kartoshka qo'g'rib turamizmi? Xullas yo'q. Ana bo'ldi do'stlar, o'zimga kelib ketdim, qarachi. Kecha ishga e'tibor rostdan Jidel kecha nima dedi do'stlar? Qo'rqib chiqdimi Jidel? Hozir salomatmisan deb so'rab chiqish kerak. Mayli, hozir birinchi o'rinda polimizni tozalab olaylik, keyin so'rab chiqamiz. Kanalga obuna va like bosishni unutmanglar do'stlar. Tezroq biz 100 ta bo'lishimiz kerak. Bu yangi kanalim. Aktivni ko'tarish uchun like bosib qo'yinglar va komment yozib qo'yinglar. Keyin aktivim ko'tariladi do'stlar. Chunki menga keyin katta ish qilgan bo'lasizlar do'stlar. Mana do'stlar bo'ldi-chi. Endi merga berib chiqsaylik, hammasi bo'ldi. Mer ish qilib har doim bir yoqlarga ketardi, uydan kuni. Mer. Kiraver. Xo'p. Mer, mana olib keldim, tashlaveraymi? Ber. Okey, mana bu nima? Kartoshka. Mana bu esa sabzi. Bo'ldi, rahmat, Mer. Bo'ldi. Yo, eshik yopish kerak-ku, mana. Do'stlar, qarachi Jidel nimagadir qo'rqib chiqibdi. Hozir yaxshimikin deb so'rab chiqaylikchi bir. Jidel. Yo'q, Jidel. Fakir. Yaxshimisan? Kech payt nimalar bo'ldi? Tovonda kimdir yuribdi-da, shu desang Fakir. Har kuni uxlay olmayapman, qo'rqib chiqyapman. Tominami? Yo'q, Tom. Bu Tom Jidel, bu Tom yo'q bu yerda. Bu joy uy bilasan-ku. Bilaman, bu yerda Tom yo'q, lekin kimdir yuribdi-da. Tekshirib ko'ramizmi? Da, tekshirib ko'raylik. Okey, hozir har ehtimolga qarshi do'stlar, bu yerda tekshirib ko'rishimiz kerak. Mayli. Lekin qayerni tekshiramiz? Tom yo'q rostdan. Rostdan Jidelga aytib qo'ying. Jidel. Qayerni tekshiramiz? Hozir bu yerda ochiq joy, tom yo'q, hech narsa yo'q. Menga kerak qarasang. Mayli Fakir, mayli. Tekshirmay qo'ydi. Qayerda tekshiramiz? To'g'ri, qayerda ham tekshirardik. Mayli, sen tush ko'ryapsan ekan. Yana hozir do'stlar, xullas tekshirmaymiz chunki hech narsa yo'q-da tomida. Nima ham yo'q. Qarachi nima qilsam kuni shu zerikishdan joy yuraman, nima qilsam bo'ladi? Mer bilan gaplashsam kuni, boshqa Jidel qurib qo'yganmi? Nima qilsam kuni? Aylanib kelsam kuni. Baliq tutgan borib kelay, mayli, baliq tutgan borib kelaman. Ketdik endi. Voy, putim. Ketdi. Baliq bormikin endi?
Juda ham ko'p qolib ketdim boru. Yo'q do'stlar, rostdan men mana kelyapman. Kech payt tushib qoldi, qo'rqib keldim. Kelaman degan ishni. Qayerdan tutding? Qarmog'ing yo'q desalarning qo'limda tutdim do'stlar. Baliq ko'p ekan, qarmog'im bo'lganda ko'p tutardim. Lekin qarmog'im yo'q dedi. Nima ham qilardik? Yuji qo'risalaring do'stlar, kech bo'lib ketibdi. Hozirda qorong'i, juda ham qorong'i tushib ketadi. Uncha qorong'i tushgan yo'q lekin hozir. Mayli uyga kiraylik, qani go do'stlar. Yordam! Yo, yana shu nimami, jitelmi? Yo, jitel yana nima bo'ldi? Faker kimdir tevada yuribdi shu desang. Jitel, bu teva tom mana hech narsa yo'q bu yerda. Eshik ham yo'q bu yerda, hech narsa yo'q. Qanaqasiga yurish mumkin? Sen tush ko'ryapsan yoki bilmayman xullas. Unaqa hech narsa yo'q, Tomin o'zi yo'q-ku. To'g'ri. Menga nima bo'lyapti o'zi? Mayli Faker, rahmat. Da, nima bo'lyapti senga? Do'stlar, jitelga nima bo'lyapti? Qo'rqyapti bu narsa deb. Uxlashga yotamiz, davay. Uxlashga yotamiz. Va do'stlar, hozirgina turdim, qarochi baliqni pishiraman deb nima qilyaptim. Jitel yaxshimikin? Jitel yaxshimisan? Nimcha shu yerda turibsan? Endi turdim-da, divanda. Da. Mana Tominda shuni nima jitel? Nima bor ekan Faker? Yo, to'xtachi. Yo. Nima? Faker, bu kimniki? Seniki bo'lsa kerak edi. Nodir meniki emas, meniki bo'lganda aytarmidi shunday qilib. Da, to'g'ri. Nima qilay, mer chaqirib kelaymi? Yo'q, chaqirma. Shot olib kelgin. Tevaga chiqamiz. Okey, tevaga chiqamiz hozir. Yo, do'stlar. Nima sharochi shot qayerdan mayog'ida shot bordi. Bora kelgan nima o'g'laydi. Xullas, yo, do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Balaga chop qo'ydimi? Mayli. Jitel, onani olib tursa maylimi? Bitta ish chiqib qoldi-da shotingdan. Mayli, bemalol. Rahmat. Do'stlar, mana shuni olamiz qarochi. Nima bo'lyapti do'stlar? Yo'q. Aytish kerak emas bu yerda. Yo'q, do'stlar, nima bo'lyapti? Almas ko'rganday bo'ldim. Almasning soni. Mana jitel olib keldim. Qochib turchi, qayerga joylashtirsam bo'ladi? Mana shu yerga Mayeram eshikmi-ku? Yo'q, bu yer menimcha do'stlar eshik emas. Bunday qilib joylashtiramiz. Mana bunday qilamiz va mana bunday qilib qani chiqishga urinib ko'raylikchi. Yo'q, jitel bu yerdan chiqib bo'lmayapti-ku. Hozir bir narsa olib kelaman. Kutib tur. Mana hozir jitel to'xtat, chiqib ko'rayinchi, bir urinib ko'rayinchi. Nima? Sen chiqmaysanmi? O'zing chiqaver, men chiqishim kerak. Mayli, sen past qarab tur, ish qilib jitelga kelib qolmasin. Yo'q, jitel. Hammasi senikimi? Nodir meniki emas, deyapman-ku. Yo'q. Va mana. Yo'q, do'stlar, to'g'risini aytsam, men dovdir bo'lib qolyapman. Shu almasning sonida ko'rmaganman boru. Yo'q. Mana bu yerlar yoq qo'yin, tushib ketmayin keyin tekshirish uchun. Qani do'stlar, qaraylikchi. Jitel, boyib ketdik biz. Nega? Mana almasning sondiqlar ichida jiq almas to'g'ri. Yo'q. Davay, yo'q do'stlar, bu noto'g'ri. Biz politsiyaga bersalik yaxshi menimcha. To'g'rimi jitel? Politsiyaga o'zimiz olasalik nima bo'ladi? Bu seniki emas. Bu yerda kimdir yashagan-da, bittamda kimdir yashagan. Shuning uchun jitel tegishimiz mumkin emas bu yerga. Asha odam, sen noqonuniy shu yerda kimdir yashagani uchun sen asha odamni berishing kerak. Kim yashasa ham bu yerda. Mayli, men politsiyaga hozirroq telefon qilaman. Hozir tushib olish kerak, bir narsa qilib boru. Yo'q, bittasini olsam kerak do'stlar, bittasini olsam kerak. Yo'q, olish kerak emas. Olish kerak emas. Tushaylik qani. Yo'q, tush kerak. O'pdi, jitel ko'rdingda, endi politsiyaga beramizmi? Da, beramiz, chaqir politsiyani. Hozir yo'q, shuncha narsaga bittasini olib o'zimga mashinaga sotib olsam-ku, bittasini olib. Mayli, politsiyaga telefon qilaman do'stlar. Qarochi hammaga xayr do'stlar, men politsiyaga telefon qilishim kerak. Politsiyani video olish kerak emas. Blogermisan deb jonga tegadi-da xullas. Qarochi hammaga xayr bolalar, politsiyaga qilishim kerak. Shu yergacha videoni ko'rsalaring, xayr hammaga, like va obuna bosib qo'yinglar.